Assalomu alaykum. Soatimiz kechki 11 dan o'tdi. Ertagalikka Toshkentga Bo'stonliqqa o'rnatuvimiz bor. Gigant avtomatika darvoza desak ham bo'laveradi. Eni 585 ga balandligi 4,5 metrli mana. Kalitkasi 2 qanotli bo'lgan. Ertagalikka xudo xolasa o'rnatamiz. Avtomatika darvoza xizmati kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Jo'natib yubordik. Ertagalikka Lislidan ham ikkita bor. Mana buni ham tayyorlab qo'yganmiz ertaga ketishga. Bu yoqda ham bor. Lisli darvozamiz bu eng qalin shvedlarlik. Lisli darvoza bu yoq. Paket osonda bo'lgan. Nasıl ertaga Xudo xolasa o'rnatamiz.